Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini qilishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'l bilan saqlab qolasiz. Bugun sizlarga parvarish kosmetik vositalari haqida aytib beraman. Ko'pchilik mendan so'rashadi, buni qanaqa qilib ishlatish kerak, bu kremni qanaqa qilib ishlatish kerak kabi savollar ko'p keladi menga. Shuning uchun video qilib sizlarga tushuntirishni xohladim. Demak, tozalovchi vositalardan boshlaymiz. Terimizni har kun 2 mahal tozalashimiz kerak. Ertalab va kechqurun. Ertalab tozalashda men ko'pincha ko'pik ishlataman yoki gel. Ikkisi ham yuzimizni tozalovchi vosita. Demak, ko'pik bu yengil teksturali hisoblanadi. Ya'ni ko'piklar ko'pincha quruq terilar uchun, sezgir terilar uchun to'g'ri keladi. Gellar esa ko'pincha kombinirlangan yoki yog'li terilarga to'g'ri keladi. Ammo ikkisi ham bir funksiyani bajaradi, ya'ni yuzni tozalash. Ertalab yuzimizni gel yoki penka bilan tozaladik, yuvib tashladik, so'ngra tonik ishlatamiz. Tonik nimaga kerak? Tonik yuzimizni pH ko'rsatkichi bo'ladi, ya'ni birovni terisi quruq, ba'zi birlarniki yog'li. Bu tonik pH ko'rsatkichini normaga keltirib beradi va keyingi bosqichdagi parvarish vositasini, ya'ni kremni yoki serumni teriga chuqur singdirishiga yordam beradi. Tonikni ham kuniga 2 mahal ishlatamiz, ya'ni ertalab va kechqurun yuzimizni tozalagandan keyin. Serum agar ishlatsangiz, so'ngra serum surasiz. Serumni surgandan keyin 5-10 daqiqadan so'ngra namlantiruvchi krem. Namlantiruvchi krem nimaga kerak? Bu yuzimizdagi namlikni ushlab turish uchun, ya'ni qurib ketmasligi uchun, ajinlar hosil bo'lmasligi uchun. Kun ichida sizning teringizni namlab oziqlantirib turadi. Har kuni ertalab namlantiruvchi krem surishimiz shart. Krem surayotganingizda esa massaj ham bajarsangiz nur ustiga nur bo'ladi. Bahor, yoz oylarida esa, ya'ni quyosh nurlari aktiv bo'lgan paytlarida SPF filtrlarini qo'llashingizni maslahat beraman. Parvarishimiz tugadi. Endi esa dekorativ kosmetika ishlatsangiz, dekorativ kosmetika surib bilasiz. Ya'ni tonalka, pudra, chunki yuzingiz tayyor. Endi kechqurun makiyaj sursangiz, makiyajni artib tashlash kerak. Ya'ni yuzimizni makiyajdan tozalashimiz kerak. Buning uchun bizga mitsillar suvi yoki 2 fazali mana tozalovchi vosita. Bu 2 fazali tozalovchi vosita ko'pincha vodostoyki makiyajlar uchun juda ham yaxshi, chunki yog'li fazasi ham bor, makiyajni juda ham yaxshi tozalaydi. Yana gidrofil yog' bor. Uni ham yuzingizni makiyajdan tozalash uchun ishlatishingiz mumkin. Xo'p, agar kosmetikadan foydalanmasangiz, ya'ni dekorativ kosmetikadan, tush, pudra kabi, undan faqat penka yoki gel bilan yuvib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mitsillarka, молочко kabi vositalar, ular ko'pincha kosmetikadan tozalash uchun ishlatiladi. So'ngra yuzingizni tozaladingiz, yana tonik ishlatamiz. Ya'ni tonik bilan yuzimizni artamiz. Mitsillarkani ishlatganingizdan keyin albatta yuzingizni suv bilan yuvishni unutmang. Ko'pchilik mitsillarkadan keyin yuzini yuvmaydi ekan. Bu noto'g'ri. Yuvmasangiz har xil husnbuzarlar chiqib ketishi mumkin yuzingizga. Tonik bilan tozaladik. Endi terimiz toza va uyquga tayyor. Kechki payt agar xohlasangiz yog' sursangiz bo'ladi yuzingizga. Kosmetik yog'lar, ya'ni zaytun yog'i, achchiq bodom yog'i, jajaba yog'i kabi yog'lardan foydalanib massaj qilsangiz, so'ngra 2-3 soatdan keyin u yog'ni yuvib tashlashni unutmang. Ya'ni uyquga kirayotganingizda teringiz tozalangan bo'lishi shart. Keyin haftada 1 marta yoki 10 kunda 1 marta piling qilish kerak yuzimizni. Piling nima qiladi? Piling yuz terimizdagi nobud bo'lgan hujayralarni, ya'ni o'lik teridan tozalaydi va o'sha o'lik teridan tozalangandan keyin teringiz yumshoq, mayingina bo'ladi. Piling bilan
haftada bir marta yoki 10 kunda bir marta foydalansangiz bo'ladi. Yana labimizni ham har doim namlab turishimiz kerak. Yog'li teri sohibalari esa haftada bir marta yoki 10 kunda bir marta loyli, ya'ni glinali maskalardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Chunki loy, ya'ni glina teri ostidagi yog'larni tortib oladi va yuzingizni yog'sizlantiradi. Menga like bosishni unutmang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.